Agar Ibn Sino kelganida hozir novga xursand, novdan xafa bo'lar edi. Даже shu kasal o'ladi, qabrini tushib turib, yankini kesib, o'zini teoriyasini isbotlaydi. Misol, o'g'ri bo'lsam insofli o'g'ri chiqadi. Arabistondan marketing orqali kelganmi yoki qanday gap qilgan ular bizlara? Keladi kelgandan to'liq tekshiruv yo'q, qarsa operatsiyaga olish. Yaxshi shifokor yetishmaydi degan gap so'z. Yara ochilib yotibdi, cho'nqir bir na. Birinchi marta insoniyat tarixida hozirgi avlod avvalgidan yomonroq natijalar bergan. Biz qilmoqchi bo'lgan kasalimiz Turkiyaga ketjak bo'lgan, Hindistonga ketjak bo'lgan, $40,000. Ha, firman dorilarni yozmabdi, yaxshi dori yozibdi, yaxshi doktor ekan dedi. Shu kasali ko'rding, men savollar berdim, o'qidingmi yo'q o'qimadim dedi. Ha, nechun o'qimaysan? Ustozim meni dedi, o'qimak kerakmidi deb aytdi dedi. Buni dedi yo'l-yo'lakay praktikada o'zingga amal netib olaverasan dedi. Sen ustozing kim? Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun biza tibbiyot haqida gaplashamiz. Studiyamizda tajribali jarroh Umarov Zafar akam bizlar bilan birga. Assalomu alaykum, Boburjon. Salomat bo'ling. Hozir biza birinchi gaplashishimizni boshlashdan oldin sizni men bizlar auditoriyamizga donishtirib o'taman. Demak, Zafar akam Umarov 40 yoshdalar, Hazorasp litseyini bitkazib, Toshkent tibbiyot akademiyasida o'qishga kirganlar va u yerni bakalavrini 2010-yilda tugatganlar. Magistraturani xirurgiya yo'nalishida 2013-yilda tamomladilar va 2025-yilda PhD yoqlab, buni kandidat mednauk deb aytiladi. Demak, hozirgi kunda Urganch davlat tibbiyot institutida faoliyat yuritadilar. Bu yerda xirurgik kasalliklar va transplantologiya kafedrasida katta o'qituvchi bo'lib faoliyat yuritadilar. Undan tashqari, viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida endoxirurgiya bo'limida shifokor bo'lib ishlaydilar, xirurg bo'lib. Yana bir marta xush kelibsiz. Xudo xolasa bugungi suhbatimiz xalqimiz uchun manfaatli bo'ladi degan umidimiz bor. Hurmatli tomoshabinlar, tibbiyot haqidagi ushbu podkastimizda o'zingizning fikr-mulohazalaringizni kommentariyalarda bildiring, like bosing va do'stlaringiz bilan ulashing. Shu yo'l bilan siz biza qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz va biza yana yangi kuchli tahliliy podkastlarni sizga taqdim qilamiz. Va yana kimni bizni podkastimizda ko'rish xohlasangiz, ularning ism-shariflarini kommentlarda qoldiring. Birinchi savolim sizga kasb haqida. Adashmasam, sizni otangiz ham xirurglar. Avo. Siz ota kasbini davom ettirdingiz. Avo. Bu men ta'limdagi odam sifatida men uchun bir qiziq mavzu. Sizda bu ilhomlanish orqalimi yoki bosim bilan bo'ldimi? Assalomu alaykum yana bir marta. Boburjon, katta rahmat. Taklif uchun rahmat. Bir ajoyibni. Savolingiz bu necha deb aytsam ekan? Litseyga qaytsak, misol o'qishimizda qayta bosim bilan boshqa yo'nalishga yo'naltirilajak bo'lganmi? Bosim bilan birinchi yuridik narsani yo'naltirilajak edik. Endi bu bizda bolalikdan, yoshlikdan ko'rganimiz, misol uyga kasallar keladi, qarin ochib ko'radilar, tam palpatsiyani yapara meni bir kuchli ta'sirlantirilgan vajim, birinchi ilhomlanganim perevazka bo'lgan. 6 yoshmanmi, 5 yoshmanmi, otam uyda endi hozir bilamiz, ichki jarohat ekanligini, uni appendektomiya amaliyotdan keyingi vторичный bityotirgan yara bo'lgan u. Yara ochilib yotibdi, cho'nqir bir na, qip-qizil, periksi batırib olib yuvdilar. Endi men o'ynab girib, qarab turibman, qiziqib, kasal vaqtlaydi. Perevazga aytib bo'ldilar. Yo'q, bu muomala yaxshi atamdi. Keyin katta rahmat dedi-da. Kasal. Rahmat deb chiqib ketdi. Men shu vaqt tushundimki, men ham bo'laman o'xshaydi shunday, xudo xolasa. Endi bu kimlardir nega yo'nal, lekin men birinchi ta'sirlanganim shunda bu haqiqiy. Necha yoshlar bo'lgansiz? 6 yosh edim, o'xshaydi shunda. Zo'r. Uyda bir ko'na joy edi unda, atamlar ham hali ne deydik, shunda keyin ta'sirlanganim shunda bu. Eslatdingiz, haqiqiy eslatdingiz. Yaxshi, demak sizda ilhomlanishdan bo'lgan bu, ta'sir etib bo'lgan. Avo. Endi balkim ko'pchilik aytadi, baribir o'zimiz ham misol medik bo'lgandan keyin genetik ham o'tadi-da u. Avtomatizm. Masalan, yana qarang, hunarmandlar bor. Ota kasbini aytadi. Ko'p ushidan men vodiyda nada bo'lganman. Dorbozlaring kurugina qo'shilib qoldim. Biz u yerda video film ishlash edik. Yevropadan kelib, rejissyor video film ishladi. Men shu yerda koordinator bo'lib ishlaganman.
rejissyor yordamchisi bo'lib. Shunda ularni hayotiga kirib kelsak, 99% o'zini farzandini polvon, dorboz etib yana olib ketadi. Chunki u oilaviy biznes ekan, masalan, birsi dor o'ynashi kerak, birsi akrobat bo'lishi kerak. Endi entertainment deymiz, ya'ni ko'ngilochar tadbir. Shunda farzandlar ham qatnashadi, hamma rol bajaradi. Balkim shuning uchun yani oilaviy biznes sifatida jalb etadigan bolalaring ham taqdiri baribir shu bo'lib ketsa kerakdan. Keyin bir shuni yana case eshitdim. Atasi aytgan, sen ustozodasan, sen qo'rqmay chiqib yuraversang, yiqilmaysan deb aytadi dedi-da. Ya'ni seni qoningda bor, geningda bor deb aytadi dedi. Men chunki kuzatganim ko'pchilik doktorlar oilasi bor, boshqa bor, balkim bola boshqa narsani xohlar, shuni bir hisoblash men ham bilamadi ham fikr bor edi. Doğru. Bize doğrusu men institutda o'qigan vaqtimizda ata professor, balam professor bo'lib yetishgandan. Keyin ata-ne ko'pchilik bize ko'rganimiz undan zo'r nelar chiqqan. Kadrlar. Bu baribir Alloh taolo tarafdan ham beriladigan bir ozgina bo'lak bo'lishi kerak. Gen baribir misol biz hozir gen deb aytamiz uni. Baribir nasl davomidan kim misol boshqa yo'nalishdagi odamdan, oilada o'sgandan, nadan doktor o'zinikidan chiqarish, misol umuman shu kasbi, не только doktor, misol o'qituvchi bo'lsin yo boshqa bo'lsin, shu kasbi egasidan chiqarish, ya'ni baribir talanti narsa ko'proq bo'ladimi deymanda. Tushundim. Keyin o'zi eskitdan ham gap bor. Eskilarimizni gapi, yosh kattalari ata kasbini tutgan xo'romas dedi-da. Ata kasbini tutgan. Bu degani misol qassob bo'lsa, undan обязательно halol, ajoyib qassob chiqadi. Misol o'g'ri bo'lsam, insofli o'g'ri chiqadi-da, gap qisqasi. Zo'r. Endi men ham shaxsan ta'limda qolishim, o'zim kasb jihatdan IT yo'nalishindaman, tadbirkorman, lekin mana akam, otam o'zi nima bo'lganda, fizik o'qituvchi, direktor bo'lgan, shu sohada yurganlar. Men aytaman shu shundan noyegan oilamiz bo'lgani uchun shuni ta'siri bo'lgan bo'lsa kerak. Men hozir o'zimni ta'limda tasavvur etaman faqat. Yaxshi. Endi qarang, keyingi savol, biz aslan universitetga ko'chamiz. Universitetda men bilaman, siz hindistonlik talabalaringiz bor. Yo'q. Hindistondan boshqa yana qaysi davlatdan talabalaringiz bor? Bizda ko'p davlatdan bor. Chesni, Turkmanistondan bor. Misol Qozog'istondan ham bor talabamiz. Keyin Afg'onistondan ham bor talabalar. Keyin Saudiya Arabistondan bor, Nepaldan bor, Bangladeshdan bor. Keyin bizda Hindiston, Pokiston bor. Ko'pchilik davlatlardan bor. Bu endi til masalasida endi ma'lum Markaziy Osiyolarniki, endi bizaniki o'zbek tilida gaplashadi. Misol qozaqniki tushunadi, rus tili, o'zbek tili. Keyin Afg'onistonniki ham bizlarga yaqinroq bo'lgan qismi bor, u ham rus tili, o'zbek tili gaplashamiz. Nepal, Hindiston, Pokiston, Arab davlatlari bular bilan ingliz tilida gaplashamiz. Zo'r. O'zbek talabalari bilan ularning kontraktida farq bormi? Chetdagilar dollarda to'laydi, to'g'rimi? Kontraktida farqi bor. Bular baribir chet el fuqarosi bo'lgandan keyin O'zbekiston yurisdiksiyasini asosan baribir har bir sohadan o'zini qo'yiladigan nominal summasi bor. Shu summa asosida to'lanadi. Bizakidan ko'p. Kerak bo'lsa bir ko'proq. Zo'r. Qarang, biznes jihatdan bu yaxshi narsa deb o'ylayman. Ya'ni bilimni eksport qilish, bu faqat pozitiv deb o'ylayman. Birinchi savolim, bu Arabistondan marketing orqali kelganmi yoki qanday gap qilgan ular bizlara? Saudiya Arabistonidan balkim shunindir, bir narsa deb bo'lmaydi. Buni o'zi bizada xalqaro aloqalar bo'limi bor va shu chet el fuqarolari, ayni shu chet el fuqarolarini bizlarga jalb etish bilan shug'ullanuvchi o'zi menejerlar bor. Bularning reklama e'lonlari va balkim internet tarmoqlari orqali kelib qolgan bo'lishi mumkin. Shu ko'p ba'zisi bilan gaplashsak, talabalari o'zini reklamasi orqali ham keluvchilari bor. Misol Hindistonda talaba bizda o'qib turibdi, shu ular orqali kelib ham qoladi. Ba'zi shu marketing sistemasi ham ishlatilgan menimcha ichida.
aytchakim, agar ularning haqiqatdan to'laydigan summalari katta bo'lsa, biza yana bir Xorazmda aytaylik, Xorazmda O'zbekistonda bir blok qurib, ta'lim bloki qurib, sizga o'xshagan professorlari, PhD'lari ingliz tilini rag'batlantirib, ular tezroq inglizcha o'tib, yana reklama yo'li bilan chet ellik talabalarni ko'paytirish baribir yaxshi-ku. Masalan, bizning mintaqaga valyuta kiradi, bizlar meditsinani dunyo doniydigan bo'ladi va global dunyoda bizlar obro'yimiz ham ko'tariladi. Men qanada shu hamma universitetlar harakat etib chetdan o'quvchi jalb etsalar degan bir nam bor. Ha, dumto'g'ri gapladingiz. Bizada o'zi ko'pchilik hozir Rashid Yusupovich bizning direktorimiz, rektorimizning tashabbusi va ustozimiz Davronbek Yusupovich, prorektorimiz harqalay bo'yicha shu ular tashabbusi bilan ingliz tili dars beruvchi o'qituvchilar soni ortdi. Hozir har bir qaysidir nega borsak, ularda muammo yo'q ingliz tilida. Boshlanishida bir 4 yil avval, 5 yil avval muammo bo'ldi. Muammo bilan boshlanildi. Keyin astan rag'batlantirish, hozir xabaringiz bor, prezidentimizning qarorlari va direktorimizning tashabbuslari bilan shu ingliz tilida dars o'tuvchilari qo'shimcha ustama to'laniladi. Ajoyib. Va IELTS bo'lsa yana 30%. Bu katta nadan 30% degan narsa. Shunchaki rag'batlantirishlar bor. Ham intilish, natish, o'zi o'qituvchilar o'zidan bor. Chunki challi til bilgan odam dunyo kezadi. Til bilgan odam ilm izlaydi. Til bilgan odam bu gapni men sizga aytishim shart emas, ustoz. Zo'r. Hindiston haqida ozgina gaplashaylik. Hindiston menimcha tibbiyot ilmi bo'yicha ancha aldillagan. Hindlar bizlarga kelishib, menimcha ularning aholi soni dum ko'p bo'lgani uchun ular o'zini universitetiga kira olmasdan kelgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Sizningcha nima u? Havo, bu narsani borsak, misoli Hindistondan va Pokistondan aholini nisbatan olsak, beriladigan kvota soni kam. Girish o'ta qiyin. Bolalar o'zidan gaplashganman, nechun shunchalik uzoq natasam azob uzoqdan natish. Girish o'zi qiyin ekan, imtihoni, saralash imtihonlari o'ta qiyin dedi. Kontrakt to'lov ham ko'p. Ba'zilar u kontrakt to'lov to'lab bilmaydi. Misoli bizadagi kontrakt, ular o'zinda 1 yillik kontraktni даже bizada bitirib chiqishini aytadi. Okay. Havo. Qulay ekanmiz. Qulay ekanmiz. O'zlarining nasidan. Endi ular gapidan aytib turibman, chunki sal bitta korrupsiya ham aralashgan nalar ham bor o'xshaydi. Lekin misol o'rta hol oila uchun agarda giri o'lmasa, O'zbekiston yoki shu O'zbekiston Markaziy Osiyodan Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston boshqa davlatlarni olsak, Turkmani olsak misoli, bizlar davlatda baribir meditsina rivojlangan. Tilda qiynalmaydilar. Buni suhbatlashdik. Bizning institut ularda o'tadigan diplomi berib biladi. Zo'r. Hindistondan ular nostrifikatsiya qilishi kerakmi? Baribir bizadan borgandan keyin nostrifikatsiya qiladilar. Liboy qaysi o'zining imtihon o'zindagi davlatindagini topshirsam, FMG imtihonni topshiradi ekan bular. Litsenziya beradi. Buni nasidan shifokor bo'ldi degan, qaysi yo'nalish tanlayman desa, shu yo'nalish bo'yicha imtihon topshiradi. Davlat imtihoni 2 bosqichdan iborat bo'ladi ekan. Bir og'zaki, bir test. Shu FMG'dan o'tib, sertifikatga ega bo'ladi, kasal davolash, diagnoz qo'yish imkoniyatini oladi. Bu bo'lmasa meditsinani bitirgandan ahamiyati ega emas. Bizda shunga yaqin imtihon bor. Bizda toifa deb aytamiz biz. Birinchi toifa, oliy toifagacha kelishi kerak. Birinchi 3, 2, 1 oliyga o'tadi-da. Ularda bunday yo'q. Bir imtihon FMG'ni topshiradi. Shu orqali 5 yillik litsenziyaga ega bo'ladi. Keyin uni obnovleniya qiladi-da. Tushunarli. Tibbiyot ta'limini endi nega bog'lasak, amaliyotga bog'lasak, menimcha tibbiyot ta'limini havas etish kerak boshqa sohalarda bo'layman, chunki qaysi ma'noda? Men ko'rgan vaqtim universitetlarda amaliyoti klinikada taradilardan. Ya'ni universitet o'zi yonida, shu Garots больница deymiz, shahar klinikasining yonida joylashgan bo'ladi. Professor shuda o'zi xirurg bo'ladi, o'quvchilar keladidan amaliyot qiladi. Bu
juda zo'r holatdan. Chunki boshqa sohalarni ko'rsangiz 4 yil o'qiysiz, ishga borsangiz noldan boshlaysiz. Savol javobda o'tilmaysiz chunki amaliyot bilan bog'lanmagan. Bizning eng katta problema, men shu problemani yechaman deb niyat etganman, lekin tibbiyot zo'r. Lekin bir savol bor. Yana shu men hozir biz tumanda joylashganmiz-ku. Yaxshi shifokor yetishmaydi degan gap so'z bor. Meni gapim emas, endi ular shunday deydi. Nahotki 7 yil o'qidi va orasida shuncha amaliyot qilgan shifokorlar ham bir tajribasiz yoki na bo'lishi mumkinmi? Qandaydir uquvsizmi? Ilmga qiziqmaydiganlar bor-da ichida. Talabalari uni ba'zisi bosim orqali girgan, ana o'zingiz aytganingiz. Men suhbatlashganman. Taji chet el fuqarolaridan içinden bor. Savol javob etasiz, bilmaydi. Keyin qayta keladi, bir to'tudin yodlaydi-da. Hali içine mag'zini tushunmadi, neni, temani. To'tudin yodlaydi, lekin shu yodlaganini o'zi bir savolga javob berdi, bileta javob berdi. Bo'ldi, qo'yib beramiz. Lekin shu vaqtda suhbatda nechun men dedi, ustoz dedi, bu yo'nalish bo'yicha ishlayman baribir dedi. Men tibbiyot nasi bo'lmayman, men dizayner bo'laman dedi, bir chet el nasi. Men dedi, birsi aytadi, direktor bo'lib boraman, faqat kontrol qilaman. Menga kerakmaydi. Puldor klinikani boshqaraman. O'zimizdagilar bor, men biznes uraman dedi. Atamning nasi bilan yuribman dedi, hozir dedi. Bir keraksiz kadrlar ham bor-da içinde. Tushundim. Demak, muammo kasb tanlashda bo'lib turibdi-da. Balani yoshligidan o'zi xohlagan yo'nalishda haqiqiy medik bo'laman degan odamni qo'ysangiz, undan muammo chiqmaydi menimcha. İçinde bor tibbiyot xodimi bo'laman dedi. U o'qishi istaydi, lekin mablag' yetishmaydi. Bala gijesi bilan boshqa nidadir ishlaydi kontrakt uchun. Keyin azonda ustalik bilan keladi, o'rganolmaydi. Shuninglar ham bor. Talantli bolalar ham bor, içinde topiladi. Tushundim. Ilmlilar bor, lekin ularga sharoit kerak-da. Keyin shuninglar ham bor, tibbiyot hoyi havas bilan girgan, o'zini aurasini o'zi o'ralib qolgan. Hali chiqolmaydiribdi içinden. Ya imtihonda grant bilan girgan yoki ne bilan girgan, shu territoriyada o'ralashib yuribdi. Reallikka qaytmayapti. Men doktor bo'ldim o'zi. Lekin gaplashsang, o'zi qaytarish kerak-da. Tushuntiramiz, atamiz, harakat qilamiz. Prezidentimizning shu Mirziyoyevdan bir qarorlari chiqdi. Tibbiyot sohasida bizlarni aytgan 7 yillikada 6 yillikka tushirdilar. 7 yillikada bizlarni. Biz o'zimiz 7 yillik bitirganmiz. Kerakmaydi, 6 yil bo'ladi deyildi. Bu dumnadan umr. Lekin meni ilhomim geldi bir gapdan hozirda, 7 yil deganda eng uzoq o'qish tibbiyot. Bilasizmi? Ha. Eng uzoq o'qish bu. Chunki 7 yil bitiradi deng. Magistratura bilan 10 yil. 7 yilni bitiradi deng, yana 3 yil magistratura o'qiydi deng yoki 2 yil ordinatura o'qiydi deng, 9 yildan. Shu davr içinde endi bizning kursda misol sinfdoshlarimiz, nelarimiz o'sha bizdan dillab ketdi-da. Tasavvur qilsangiz. Hozir nima uchun bolalar ba'zisi ilmsiz bo'ladi? Hozir qaytamiz temaga. 10 yil o'qiysiz, 10 yil davomida sizda bir tiyin girinji yo'q-da. Kur parazitdin. To'g'ri. Ata-onadan neni olasiz? Keyin ortiqcha harakat etaman desangiz, bu yerda ilmdan qolishingiz kerak. Haqiqiy ilm uchun o'qilishi kerak-da, boshqa ne yo'q. Faqat o'qish kalladan ko'tarmay o'qiladi. Keyin shu davr arasında kimdir mashinli bo'ldi jo'ralardan, kimdir sinfdoshlardan, kimdir uyli bo'ldi, oilali, farzandli bo'ldi, ha? Sizda hech cho'ji yo'q, tasavvurunda hozirgilarning kamchiligi. Bu 10 yildan maqsad kur ilmlar yetish emas axir. Filosof etib yetishi kerak-da, neni? Mas'uliyatli qilishi kerak. Kimidir hayotına javobgar bo'ladigan shaxs sifatida yetilishi kerak, sabrli bo'lishi kerak. İçinde ko'p vaj bor uni. Misoli sabr o'ta katta narsa bu. Endi buni ruhiyat tarbiyalanishi kerak. Ruhiyat insonning.
muomala madaniyati shakllanishi kerak. U qisqa davrda bo'lib Uzoq qolmaydi, proses. uzoq proses bu. Tushundim. Keyin shuncha bosim, misol uchun har bir professor bosimi neni shakllantirib boradi. Tibbiyot buni shakllantirish uchun haqiqiy ichine girishi kerakdan bola. Hozirgi bolalari tarbiyalanib turibdi. Ba'zi ota-onalar balkim buna aybdor, balkim o'zimiz ham aybdormiz. Chunki shu sohaning ichindamiz. Balkim ommaviy axborotdir, tashqi muhit. Bola bir zamonda biznes sifatida kirib kelayotirdan tibbiyotga. Tushundingizmi? Oh. Biznes sifatida kirib kelayotir ko'pchiligi. Biznes deb qaralsa, vida bizaning kutib turgan vajlarimiz chiqib ketadi ichindən. Mas'uliyat, vijdoniylik, insonning nalari, deontologiya chiqib ketadi ichindən. Haqiqiy ilm, etika, estetika chiqib ketadi. Haqiqiy ilm, kasalning og'irini tushunish chiqib ketadi ichindən. Bu geldi davay. Shunday vaziyat bo'lib turibdi. Natijada havolangiz bor. Bir necha o'lim ham bo'ldi. Geladi kelgandan to'liq tekshiruv yo'q, qarsa operatsiyaga olish yoki netish. Shu narsani to'g'rilashimiz kerak. Bu haqiqiy mutaxassislari tarbiyalanishi kerakdan. Bu mas'uliyat bilan qaraydigan. O'zi kadr bitiradi, hamma yo'nalishda ham shunday menimcha. 100% bitirilsa, shuning kamida 30 yoki 40% tibbiyotda ishlaydi yoki shu sohaning egasi bo'lib ishlaydi degan ne bor. Tushundim. Endi gapingizga qo'shimcha, hozir Z avlod dedi, siz 2000-yil bolalar ham o'qitib turibmisiz? 2000-yil bolalar bizda bor. Hozir avlod dunyo statistikasi bo'yicha avvalgi avloddan har doim yaxshi bo'lib kelgan, oxirgi 200 yildami shuningdan. Keyingi avlod avvalgidan yaxshi bo'lib kelgan. Birinchi marta insoniyat tarixida hozirgi avlod avvalgidan yomonroq natijalar bergan, akademik jihatdan, boshqa jihatdan. Lekin biz shuning bir Z avlodni ayblash emasdan maqsad, chunki biza TikTok, Instagram, shuning ijtimoiy tarmoq, televizor, yengil hayotni biza yaratdikdan o'zimizni farzandlarimizga shuni qo'yib berdik. Ular shu bilan katta bo'ldi. Endi ular siz aytgandek 7-10 yil o'qishga sabri yetmaydi. Bir yerda tezroq rezultat kerak ulara nima deydi, boshqa narsa kerakda. Men avlodda ayb bor deb aytmayman, lekin umuman tendensiya qaraydigan olsak, endi faqat yomonlashamiz, to'g'rimi? Meditsina sohasida, kadr muammosida deb o'ylayman. Siz aytganingizdek, o'zini 10 yilini bag'ishlab, ilmga yetib, haqiqiy doktor bo'laman degan soni kamayib boraveradi endi menimcha. Endi shu michali bolalar hozir ko'pchiligi sabrsiz. Boburjon, bu o'zingiz ham sezib yuribsiz. Telefon, reelslar, nalar, qisqa metrajlar miyani shunatib qo'ydi. Miyani sabrsiz qilib qo'ydi-da. Tezroq erishishi kerak natijaga. Bunda 6 yil yana bitirib, yana 2 yillik anavi yo'q. Hozir men yana bir qisliqtirgan vajmani o'zimizda o'qiydi ekan 6-kursdadan bola xususiy klinikada ishlaydi. Bir bizada lecheniya olib turgan kasal bir konsultatsiya o'tib kelayin dedidan. Endi ayni bizlar отделениеda emas, qaysidir отделениеda konsultatsiya o'tib kelayin deb boradi xususiy klinikaga. Keyin doktorman dedi, bir kutib oladi, netadi. Operatsiya qilish kerak deydi, operatsiya qiladi. Shu kun o'zinde. Bir kunda. Bir kunda. Keyin kasallar so'rat bo'ldi. Açıp beklenilgan. Bir o'pka atelektoz, o'pka so'rat bor. Qarangdan insonning hayotına bo'lgan mas'uliyati. Yurak qiynaydigan joydan biza bu maqsad u bo'lmagandan tibbiyotga kirishdi. Biznes bo'lgan emas. Misol biznes bo'lganda ko'p yo'nalishlar tanlash mumkin edi. Misol bu tibbiyot bu bo'lgani ko'p narsada bu ichinde. Baribir inson hayoti turibdi, bir odam umri turibdi. Umri qiziqtirmasligi kerak-da, pulga erishish uchun. Shuning avlodlar ham bor ichimizda, lekin shuning ilmlilar borki, dunyo hozir donidon darajadagi jarrohlarimiz, shuning mahoratli jarrohlarimiz yetishib chiqyapti. Ayniqsa jarrohlik sohasida, neyroxirurgiya sohasida
Transplantologiya sohasida ayniqsa bize shuning kadrlari bilamiz. Yosh, bizadan yosh hali. 27-28 yosh bolalar bor. Shuning mahoratli yurak operatsiyalarini qilib turibdilar. 30 yoshli bolalar. Katta operatsiyalar qilib turibdilar. Shuning nelerimiz ham bor, kadrlarimiz. Ular xudo xolasa hali 50 yoshga kirganda ko'p ishlar qiladilar, xudo xolasa. Endi siz Xitoy davlatida malaka oshirib keldingiz. Xitoydagi tibbiyot nechga ekan? Xitoyda ilm jihatdan dim aldinla deb bilinmiz. Chunki ilm jihatdan kerak bo'lsa ba'zi joylarida konferensiyada yanada savol javobda bu narsani sezdikda. Lekin texnologiya jihatdan ko'p aldinda. Bizdan ko'p aldinda texnologiya. Diagnostika uchunmi o texnologiya? Diagnostika uchun, operatsiya uchun yoki отделениядagi auralar, nelar, misoli umuman infrastrukturasi, больница ichi nelari, jihozlanish ham umuman butun aldinda, mablag' jihatdan davlat, qudratli davlat aldinda. Kasallari muomalasi ham shunga yarasha tibbiyot xodimlari bilan suhbatlashsak yaxshi. Tibbiyotda har kim o'zini ishini o'zi biladi. Shu ish mas'uliyati asosida o'zini ishini qiladi. Misoli bizadan bor, lekin u aldinda bo'la bizada hali tibbiyotda. Hali bor. Xo'p, tibbiyot bo'yicha ta'limdan oxirgi savolim bor edi. Men bilganim rus tilida hamma resurslar, kitoblar, ko'pchilik kitoblar rus tilida. Menimcha rus adabiyoti yoki o'zbek olimlari ham rus tilida yozgan bo'lgan. Hozirgi sizni davringizga kelib, jahon adabiyotidan inglizcha yozilgan kitoblar yoki maqolalar Yevropada, Germaniyada bo'lsin, olib turib darslikka qo'shish holatlari bormi? Bor. O'g'irjon, bu bizlarning ham o'zimizni hozir eng katta maqsadimiz ham shu qaratilgan. O'zbekcha adabiyotlarni ko'paytirish. Ko'paytirilib turibdi. Hozir faqat ko'pchiligi o'zbekcha adabiyot bo'lib qoldi. Rus adabiyotlari ham bor. Rus adabiyotlarini hoziracha foydalanamiz. Обновление ular ham qilib turadi kitobi baribir. Yangi nalari keladi. O'zimiz olimlarimizning ham kitoblari ko'p qo'llaniladi, keng qo'llaniladi. Endi hozirda ingliz tili kitoblari dim ko'p bizada. Statiyalar talabalarimiz, magistrlarimiz, ordinatorlarimiz qaysini qarasangiz inglizcha bo'ladi yanında shuni tarjima qilib o'tirgan bo'ladi. Yigitlar nelar IELTS olib, nelar olib aytdim-ku. Neni qiziquvchilar bor. Talabalarimiz ingliz tili ko'proq hozir berilish. Chunki bizani institut ham internasionalniy ana gaplashib o'tdik. Hind, Pokiston talabalari shuning uchun ko'p baribir ingliz narsani qaratilgan. Raqamli retsept haqida gaplashaylik. Meni bilishimcha oxirgi vaqtda markazlashgan tizim atib doktor kompyuter orqali retsept yozsa, siz aptekaga borib, dorixonaga borib, faqat shu retsept orqali olishingiz mumkin bo'lishi kerak. G'oya shuni edi. Hozir shu ishga tushdimi? Buni minus taraflari ham bormi? Bu ishga tushayotir. Hali protsessda. Raqamli retsept o'zimizning kasallari hozir raqamli retsept chiqarib turibmiz. Ya'ni kasal keladi, o'zimiz DMET dan sistema ishlatamiz. DMET sistemasi orqali retsept chiqaramiz nega? Aptekaga. Apteka shu asosida dorini berib beradi bemor qarindoshlarini. Bu hali to'liq yo'lga qo'yilmagan. Chunki ko'p aptekalar xususiy bo'lgandan keyin ko'p aptekalar menga quloq solmaydi. Shu больницаning o'zini poliklinikasindagi apteka quloq soladi. Tevarak atrofda Devarakdagi bir yorti aptekalar. Hali menimcha bizda qog'oz sistema ham ishlab turibdi-da. Qog'oz sistema, DMET sistema ishlab turibdi. Hali bir aniq bir nada emasmiz. To'liq raqamlashmadi ekan. Yo'q.
Tushundim. o'tish bosqichidan, o'tish davrindamizdan. Hozir astan dim etib boyitib botirlar. Hozir birdan yo'qotib ham bilmaydi qog'ozi. Chunki yana svet o'chish, natish shunday holatlar bo'lib turadi, internet ishlamay qoladi. Uning vaqti masalan bemor yozilishi kerak, to'g'rimi? Proses to'xtashi mumkin emas. Proses to'xtashi mumkin emas. Chunki bemor momentan o'z vaqtida shu ko'rsatilgan soatda nada dorini qabul qilishi kerak. Agarda kompyuter ishlamasa, sestra уже nani ko'ra olmaydi. Shuning uchun qog'oz narsani varianti ishlab turibdi. Baribir tibbiyotda baribir biz qachonki doimiy elektr manbayini ta'minlaymiz, doimiy internetni ta'minlaymiz, doim shu mukammal kompyuter bilan ta'minlaymiz. Shunda sistemani ham yaxshilatamiz, shunda ishonish mumkin. Ungacha ishonib bilinmiz o narsaga-da. Qo'shilaman gapingizga. Chunki bu tibbiyot bir mashina emas, hozir to'xtab turib, svet yansin, keyin boltini aytamiz, diagnostika qilamiz desak. Yoki qaysi nodir kerak, shuni hozir yansin ko'ramiz deb bilinmiz. Bizda momentalniy hamma narsa aylanishi kerak, siklovoy ishlashi kerak. Endi tasavvur eting, polni butunlay raqamliga o'tdi retseptda. Bu nav degani, men ko'chadan turib, o'zimcha diagnoz qo'ysam, borib apteka menga dori bermaslik kerak. Ma'lum bir dorilardan tashqari dori bermaslik kerak. Ular biznesidan minus-ku. Ana shu uchun ko'pchiligi dimeta hali o'tgani yo'q. Shu bize shu yerda muammo erishdi, netopimizdan to'qnashib. Xo'p, endi doktor shifokorlari dori retsept yozish haqida savol berajak edim. Men eshitganim, borib ko'rganim emas, Germaniyada yoki boshqa davlatlar, hatto Turkiya ham adashmasam, deyarli antibiotik yozilmaydi, deyarli boshqa dorilar yozilmaydidan, faqat parasetamolga o'xshagan narsa olib bilasiz. Shu bilan chidaysiz, o'tirib berasizmi bilmayman. Nima uchun bizlar shifokorlar har xil ko'p dorilar yozadilar? Endi bizlar ham hozir aslan shuni o'tyotirmiz. Shunga yana shoshilinchdan, nadam shu yo'nalish o'tilayotir. Ko'p antibiotik ishlatishimiz oqibatida bakteriya shtammlari o'zgarib ketganda, уже avval pensilin ishlatmay qo'ydik-a 20 yil davomida. Avval ishlatiladi. Hozir almashib ketdi. Endi hozir pensilinga qaytiladi. Yurtibmiz. Hozir ta'sir etdimi? O masalan organizm o'rgandi antibiotiklarga. Biz pensilinga qaytsak. Pensilinga qaytsak shu pensilin o'ldirib turibdi ba'zi bakteriyalar. Qarabang. Ava. Ba'zi bir nelar. Lekin bizlar hozir tibbiyotimizda antibiotik kamaytirish yetib turibdi. Endi qachon shifoxonani o'zi, mana misol Turkiyani olmasak, ana Germaniyani olmasak, farmatsiyasi yaxshi ishlaydi. Banisani shifoxonaning o'zining aptekasi bor. Yo'q farmatsiya, ya'ni dori ishlab chiqariladigan qismi bor o'zida. Xirurgiya aytadi, menga shu turdagi dori kerak. Uni birgina 1 litrlik flakona, uni ichine gerekli dorilarni qo'shadidan spesialniy shu ertalabdan kechgacha 1 sutkadan shu 1 litrlik eritma ketadi. Uni ichida o'zine gerekli miqdordagi antibiotik bor, uni ichida obezboливающийsi bor, uni ichida infuzion davosi bor. Vitamin terapiyasi ham shu dorining o'zida bo'ldi, bir na ketadi. Bu degani, agar operatsiya bo'ladigan bo'lsa, ko'p narsa shu nani o'zida hal bo'lib ketadi. Men ko'chaga chiqib, dorixonalarga yurib, dori akkalimman. Shunani o'zida hal bo'ladi. O'zida hal bo'ladi. Yaxshi bo'ladi-da shuni. Shuni biza qana shunga o'tilsa, bir hazil bordan. Bu yarim hazil, yarim chin. Shuni birinchisini aytaman. Chetdan kelib biznesmen aylanib yurib, sizlarda bir biznes bor ekan, hamma yerga egallabdi. Qaysi desa Dorexona degan ekan. Eshitganmisiz? Bu Yapon. Gulguli, lekin bir tarafdan achinarli, chunki katta biznes aylanib ketgan farmatsevtika, balki birinchi o'rinda tursa kerak. Xo'p, endi ikkinchi nani aytaman fikri. Maqola o'qiganman, balki siz ham o'qigandirsiz. Unda boshida shunday boshlanadi dedi. Bir farmatsevt kompaniya kelib, doktora, vaqtingiz bormi, prezentatsiya etaman, biz ham preparat chiqardik toza desa, "Novo bilet olib berasizlarmi yo palonni olib berasizlarmi?" degan edi va uni gapi yarim hazil, yarim chin edi dedi. Chunki avvalgi safar uni palon yere yuborganlar, Gavay orollaridan bilmay yuborganlar degan gap bor. Ya'ni farmatsevt kompaniyalarining mijozlari
yoki distribyutorlari bular doktorlar, ya'ni biznes endi. Men yaqinda bir guvohi bo'ldim. Ukol uradigan hamshira opamiz ancha professional edilar. Shu men назначение deymizmi, shu nani kelganimda, ha, firmani dorilarini yozmabdi, yaxshi dori yozibdi, yaxshi doktor ekan dedi. Bu meni gapim emas, ular gapi. Endi firmani dorilarni yozadigan ba'zi bir doktorlar ham bor. Shular haqida siz fikringizni so'rajak edim. Ko'pchilikda nalarda pensilin, parasetamol bo'lishi mumkin deb o'ylayman-da. Ya'ni uzoqqa bormay, oddiy dorilar bilan davolasa bo'ladi. Arzon dorilar bilan. Havo, ba'zi bir kasalliklar bu arzon dorilar bilan davolaymiz, lekin dorilarning ham ta'siri har xilda. Dorilar, ya'ni yaxshi oshlanmagan, yaxshi ishlanmagan dori kuri kasala zaharlanish uchun berganning bo'ladi. Foydasi yo'q. Qabul qiladi, ta'sir qilmaydi dori. Shuning dorilar bor, yaxshi ishlab chiqaradi, ishlab chiqarib, misol bizlar menga yaqadon filmda reklama bo'lib qolmasin, bir odini aytib o'tiribmiz. Dori bor shu, lekin u umuman bilmayman men. Uning reklamaga muhtoj emas. Uni reklama etib keluvchi ham yo'q-da, uni firmaniki. Nechesini? U bozorda paydo bo'lgan, siz uni ishlatib ko'rgansiz, effekt bergan. Effekt berganda bizlarda ishlashi kerak doridan. Misol qilingandan keyin shuning firmani dorisini biza обязательно yozib beramiz ichine. Gohida. Shu ishlaydigan dori shuni neting oling deb turib yozib beramiz. Chunki ne uchun kerak kasali ortiqcha zaharlash agarda foyda qilmasa. Talabalar balki misol YouTube'da ko'rib turibdi, Instagram'da ko'rib turibdi, robota texnologiyalari ko'rib turibdilar, Da Vinci'lari, har xil yangi apparaturalar, nelar. Bizda ba'zisi yo'q. Misol Da Vinci apparati yo'q bizda. Laparoskop ham gohida buziladi, gohida o'zimiz aytamiz, gohida hozir endi данный moment oxirgi vaqtlarda вообще yaxshi ta'minot zo'r, yaxshi bo'ladir. Ya'ni talabalar ham qiziqishi ortadi-da, agar bizda oxirgi texnologiyalar bo'lsa. Chunki zamon o'zingizni maktabingizda olsangiz, o'zingiz oxirgi nelarni ishlatmasangiz qiziqish bo'ladimi? Yo'q. Oxirgi ilm, oxirgi texnologiya, oxirgi metodologiya ishlatsangiz, misol shuni aytchakman, talabalari balkim shu integratsiyasi jarayoni, misol informatsiya, reelslarni ko'rib yotibdilar. Shular orqali umuman tibbiyotni bir-biriga bog'lab, yangicha bir dastur berish kerak. Misol Men siz fikringizga qo'shilaman, chunki universitetlar 2050-yilda borib nerelevantniy deydi-ku, ya'ni bizlarga kerakmaydigan bo'lishi ham mumkin. Bank sistemasi ham shunday, ya'ni ular har doim disruption, yangiliklari, yangi texnologiyalari nima bo'lib turibdi? Bu yerda texnologiya rivojlanib turibdi. Klassik nalar qolib ketib turibdi-da orqada, masalan, universitet ta'limi. Balkim yilini kamaytirish kerakdir yoki shu o'zida inkubatsiya, startup, bizneslar, ya'ni birlashish kerakdir. Formatni sal o'zgartirib, yangiliklarni qo'shib borish kerakdir. Shunda avlod buni to'g'ri ekan, bir eskicha emas ekan, 50-100 yil birinchi emas ekan deb qabul qilishi kerakdir. Men qo'shilaman fikringizga. Yaxshilab o'ylab ko'rish kerak bu sohani. Endi bizda shu ustunda misol asosiy bazaga borilsa, institut IT parklari bor, tashkillashtirilgan talabalarga, bibliotekalar, nelar qiziqtiruvchi nelar bor. Endi shu jarayoni ammo kafedralar miqyosida bizda ustozimiz bor, Davronbek Yusufovich grant tutgan. 6 milliard 600 million so'mlik grant, davlat grantini utdilar. Va shuning nasında yangi simulyatorlar qo'yildi. Talabalari, ordinator, magistrlari, keyin yosh jarrohlar ham mahoratini oshirish uchun simulyatorlar qo'yildi. Apparat uchisti. Birinchi trenajyorda mashq qiladi, keyin ikkinchi bosqich o'tadi, uni 3D variantida mashq qiladi. Avvalida rubiklar, tuzishlar, dasturlar, ya'ni ip o'tirish, bunday narsalar qiladi-da, simulyatorda. Keyingi etapda
3D varianti o'tadi. Bu как talabani DaVinci apparati uchun 3D variantlari chiqib ketgan hozir, shu uchun tayyorlashdan. Keyin o'tadi o'ng qo'l, chap qo'l baholash. Talabani umuman o'rganuvchi odamni baholaydi, ya'ni apparat. Seni o'ng qo'ling ko'proq ishlashing kerak, immun mahoratingni oshir. Qaltirab turibdi. Ortiqcha imincha harakating bor. Chap qo'ling dumzo'r. Ana shunday baholaydidan mahoratini oshiradi. Shunchaki narsalari ko'paytirish kerak-da. Grant loyihalari, yana modernizatsiya qilish kerak. Grant loyihalari bor yana ustozimizni. Zo'r. Bizlar o'zi umuman kafedrani olsak, misol institutda biz birinchi o'rinda turamiz. Ilmiy soha o'qitish sistemasi va talabalar davolash sistemasidan bizlar kafedra birinchi o'rinda turadi. Chunki intilish bor, obnovleniya bordan, endi dasturda obnovleniya qilinadi. Endi bizlarda taklif bor, misol taklif o'qish hozir nechik, misol ishchi dasturda ham chiqadi. Siz ham bilasiz uni. Namunaviy dastur bor, ishchi dastur bordan. İşçi dastur degani har yil tuzilishi kerak. Namunaviy dastur 3 yillik, 5 yillik atib beriladi. Har yil tuziladidan shu vajam ham o'qituvchini xoritadi, ham talabani chalg'itadi. Ko'p davr aytib kelamiz biza. Berish kerak, 10 yillik dastur berish kerak. Xo'p, ichindagi materiali obnovleniya qilsin, bo'lgani. Buning uchun 1 yil chiqariladi, 10 kun dars o'tishi kerak, ibu temalarda. Keyingi yili u tema, ba'zi temalar talabaga kerakmaydi, u temalar yo'q. Bir ikki boshqa temalar bor. Shu vaj ustida ishlashimiz kerakdan, bizlar oliy ta'limdan ondan keladi bu vajlar. Buning uchun talaba hech bo'lmasa 6 yillik ishchi dastur bo'lsin. Nechun o'zgarishi kerak? Bir talaba bu yil buni o'qididan, keyingi yil arq talaba uchun kerakmi u? Tushundim. Hozir endi bizlar namizni kulminatsiya nuqtalariga yetib kelayotirmiz. Xorazmda birinchi marta jigar transplantatsiyasi bo'ldi. Haqida ma'lumot bering. Jigar transplantatsiyasi bu bizlar tinglovchilar uchun yoki xalqimiz uchun nimani anglatadi? O'zi rahmat katta, haqiqatan tarixda birinchi marta jigar transplantatsiyasi bajarildi. Bu milliy tibbiy markaz hamda bizlarning kafedra xodimlari, markaziy shifoxona, ko'p tarmoq tibbiyot markazi hammamiz birgalikda. Endi men asosiy odamlardan birisi emasman, uni ham aytib o'tish kerak. Lekin shu jamoadamiz, o'rnimiz bo'ldi, alhamdulillah. Shu jamoa bo'lib ishlanildi-da. Bu bir odamning harakati yoki ikki odam harakati bilan bitadigan ish emas. Bu jamoaviy narsadan. Transplantatsiya degan so'z bu a'zoni bir boshqa bir joyiga boshqa bir insonni natish, ko'chirib o'tkazish. Misol transplantatsiya bu o'zidan o'zina qo'yish transplantatsiyasi bu, boshqa odamdan o'tkazish, transplantatsiya ko'chirib o'tkazish. O'zi bizda buyrak transplantatsiyasi qilinib turadi, buyrakka. Endi keyingi urivini chiqish vaqti keldi deb rahbariyat jigar transplantatsiyasini amalga oshirdik. Bu uchun 3 yil davomida, 2-3 yil davomida harakat qilindi-da. Chet ellarda malaka oshirib kelindi, markazga borib kelindi, milliy tibbiyot markazi. Yerda Sobirov Jasur G'aybullayev yana borib kelindi. Shattirib tajriba oshirib borilib, keyin o'zimizda bemorda amalga oshirildi. Kasal hozir yaxshi. Qaysi kasallik uchun qildingiz uni? Jigar sirrozimi? Jigar sirrozadi kasalda. Bu ko'p tarqalgan bu. Bu ayni bizning regiondan, Xorazm regionidan juda ko'p. Hozir bilmaydi ko'pchilik. Ko'chirib uni bosqichlari bor, gepatit 1-2. Gepatit B, C natijasida yoki alkogolli sirrozlar bor, toksik sirrozlar bor, dorilar ta'sirida даже ish qabul qilib turgan dori ham sirroz beradi-da. Ko'p bilmay qabul qilish. Ko'p dorilar. Hozir bu degani bizlar mintaqadagi bemorlar Toshkentda boshqa bormasdan Xorazm o'zida jigar transplantatsiyasi qilish mumkin. Uning uchun donor nechik bo'lishi kerak? Qon guruhi hammasida o'rganish kerak-a? Bu yerda
Tekshiruvlar bor o'zining maxsus genetik tekshiruvi bor, cross tekshiruvlari bor. DNK'si to'g'ri kelishi kerak bemorning. Endi qon guruhi to'g'ri kelmasdan ham bajariladigan amaliyotlar nasi bor, yo'nalishimiz bor, lekin ko'proq baribir biz afzal ko'ramiz o'sha moslik tekshiruvlarida to'g'ri kelishi. Keyin AGLA testlari bunda ya'ni leykositlar, antitanalar tekshiruvlari muhimdan. O'zini farzandi berdimi hozir sizni keysingizda? Ava. Onasına bolası berdi. Hamma testlari mos keldi. Hozirda kasal ahvoli shuncha yaxshi-da. Unchalik moslik bo'lsa, shunchalik jigari o'sib ketishi, ya'ni resipiyentda joylashib ketishi, o'sib ketishi, keyinchalik ham umrini uzoqlashishini olib keladi-da. Meni endi savolim, transplantatsiya shunday og'ir jarrohliklar agar bizlar mintaqalarda yoki respublikaning ba'zi mintaqalarida masalan bo'lsa, faqat shaharda emas yoki chet davlatda emas, bu bizlar shu meditsina jozibadorligini oshirib, ham xalqqa ham bizlar meditsina rivojidan foyda. Bilamiz, yurak bolnitsa Urganchda bor, juda topoviy уровеньda turadi. Adashmasam 4 tona bor respublikada. Ular shular уровеньdagi. Hozir siz jigar haqida gapladingiz. Yana shunga o'xshagan murakkab xirurgiya yo'nalishida murakkab operatsiyalar bajarishi yana rivojlantirib, shunday markazlar ochib, shu mintaqani jozibadorligini qilish mumkinmi? Mumkin. Bizlere hali girib kelmagan ko'plab operatsiyalar bor. Katta bajarilishi kerak bu operatsiyalar bor. Bu gap ne только nafaqat misoli jozibadorlik uchun. Bu haqiqatdan xalqqa hem iqtisodiy, hem ijtimoiy yordam bo'ladi-da. Hem iqtisodiyni uchun, misol shu bizga qilmoqchi bo'lgan kasalimiz nega ketchak bo'lgan? Hindistonga ketchak bo'lgan. $40,000. 40,000? Ha. 30-40 ming dollar atrofida mablag' ketadi deyilgan. Ha, bizda esa u kasal resipient pul chiqarmadi, misol uchun. Qanday? Davlat o'zi qoplab berdi. Yo'q. Ha, ajratilgan summa bor, nelardan davlat o'zi shu resipient ayni kasal bemora pul summa ajratadi. Lekin beruvchi, ya'ni donora u ajratilmaydi, summa ajratilmaydi, chunki sog'lom netadi. Shunday bo'ldi, lekin qarang qancha mablag'i tejab qolindi bemora. U yoqda udashni chiqarmadi u. Ulara unchalik emasda. Unchalik stress berib borish, uning hamdasa uni xalq emasda u. Chetdan boruvchi. O'zimizni xalq, o'zimizni yurak, o'zimizni qon, o'zimizni jon deydi-ku. Biz o'zimiz uchun tirashib netamiz. Hozir shu siz amaliyot bajargan bemorga o'xshagan bemorlar ko'pmi bizlarda, mintaqada? Mintaqada ko'pchilik tashkil qiladi. Shu ayni operatsiyadan keyin ham hozircha misol hisobda turgan bemorlarimiz bor, tekshiruvda bo'lib turgan bemorlar bor. Shu bemorlar amaliyotga tayyorlanib turibdi, tekshiruvlar o'tirilib turibdi. Yaqinda hali xudo xolasa ikkinchi bajariladi yana. Shu sohadaymi? Shu sohadaymi. Ba'zi tekshiruvlardan o'tib bo'lsa, tayyor bo'lsa, xudo xolasa. Sun'iy donorlar bo'yicha bizlarda yangilik bormi O'zbekistonda? Sun'iy organlar kechirasiz. Sun'iy organlar hozircha yo'q. Bizda misol ayni bizani yo'nalishimiz bo'yicha u sun'iy a'zolar yo'q, lekin shu bizada g'oyalar bor, lekin yo'q. Farzandlari 3-4 sinfda o'qib yurgan ota-onalar diqqatini, biza Prezident maktabini tayyorlov imtihonlarini boshladik. Har oyda bir marta olib turibmiz. O'tgan oyda olganimiz juda ham yuqori standartda, ko'tarinki ruhda va adolatli bo'ldi.
Bunda ikki bosqichda, birinchisi matematika, ikkinchisi tanqidiy fikrlash va ingliz tili. Birinchi bosqichdan o'tgan ishtirokchilarnigina biz ikkinchi bosqichga o'tirdik va ular haqiqatdan prezident maktabina kirish ehtimolligi qanchaligini biza ota-onalari, bolalari o'zini ko'rsatib berdik. Har oyda bo'lib o'tadi Qazoras, Bag'at tumanlarida, lekin joylar soni chegaralangan. Shuning uchun quyidagi nomerlarga telefon qilib, o'zingizni joyingizni bron ettirishni unutmang. Xo'p. Menda keyingi savol, agar Ibn Sino kelganida hozir namizda, klinikamizda Novga xursand, Novdan xafa bo'lar edi, universitetimizda Novdan xursand, Novdan xafa bo'lgan bo'lar edi sizingcha. Agar degan savol to'g'rimi ekan, Nechik bo'ladi ekan u? Yaxshi. Baring Ibn Sino hozir hayot deb tasavvur qilsak, baribir tibbiyot rivojindan xursand bo'ladi, chunki Ibn Sino davrida operatsiyaga yoki nelarga ruxsat berilgan emas. Kasalli o'lib ketgan. Bo'lg'ani tabobat bilan davolagan. Shu vaqtda Ibn Sino bunda ko'richak bor, buni operatsiya qilish kerak degan gap ishlatgan birinchi. Bilasizmi? Yo'q. Daji shu kasal o'ladi, qabrina tushib turib, yankini kesib, o'zini teoriyasini isbotlaydi. Shu darajada bo'lgan. Ibn Sino haqiqiy alloma odam bo'lgandan, qori Qur'on, o'ta ilmli odam bo'lgan. Hozir xursand bo'ladi tibbiyot rivojindan. Endi butun bizani ayni yo bizani bera kelsa, birinchi dunyoga borib turib, rivojlangan davlatlarga ko'rib kelsadan, keyin bizlarga kelsa xafa bo'ladi. Tushunarli. Bizada to'g'ri bizadan kelib, rivojlanibdi deb turib, keyin ona borsam xafa bo'ladi. Tushundim. Shunda o'zida qilsa xursand bo'ladi. Hech yerga beramiz. Keldilar, Novdan xafa bo'lishlari mumkin. Xursand bo'ladilar, chunki jarrohlik rivojlandi, aytganingizdek. Gap bo'lishi mumkin emas. Novdan xafa bo'lishlari mumkin. Xafa bo'lishlari mumkin. Tibbiyot biznes aylanib ketganini asosiy guruch kulmaksiz bo'lmaydi. Baribir shu qaysidir sohaning rivojlanishi uchun uning ichida har xilisi bo'lishi kerak-da. Endi shuning nalari ko'riladidan, shu xatolar qilinmasdan rivojlaniladi. Rivojlanib boryotir, xudo xolasa, yana o'zimizdan shagirtlar, yosh kadrlar chiqib kelyotir, ilmli bolalar, xalqqa xizmat etaman degan yigitlar yetilayotir. Xudo xolasa, ular o'rnini biza baribir yetuk kadrlar bilan beklamasak, ular o'zi yana o'zining kadrlari shakllantirib beklaydi-da. Tushunarli. U xato ish bo'ladi-da. Biza harakat etib turibmiz, ularni o'rnini shu yetuk ilmli kadrlar bilan beklashi. Endi misoli bo'lmasa, arifmetik progress bo'yicha yana shakllanib boraveradi. Shuning bir nani avvatdim, har safar shu narsa meni tinchlik bermaydi, qisintiradi bo'burcha. Nava. Endi men faqat tibbiyot ichida yurganim uchun azondan kechgacha shu edaman, faqat shuni fikrlab bilaman-da. Boshqa nada bir talabamiz kelib turibdi, chet el fuqarosi, Turkmaniston talabasi. Birinchi kursindam dars berganman, 3-kursindam dars berganman. Aylanib 4-kursindam yana menga kelib turibdi talabadan. Birinchi kursindam salohiyatini bilaman, 3-kursindam u bolaning salohiyatini bilaman. Ilmsiz bola, lekin amallab zo'rg'a perizdachalar bilan uchalib o'tadi. Keyin 4-kursimizda kelib turibdi, bir xususiy klinikaga operatsiyalarga nelarga yordamchiymish-da. Men aytdim, yaxshi dedim, xursand bo'ldim. Действительно xursand bo'ldim, chunki shu operatsiyaga girib assistent bo'lish biza uni o'zgacha tasavvur qilamiz. Biza chunki o'zimiz bosqichlarda o'tganmiz talaba bo'lib, birinchi operatsiyonida aynadan qaraganmiz. Bizadan tashmida operatsiyonning aynasidan qarab turganmiz, xirurglar joylashish, ishlashida. Ikkinchi bosqichda haqiqiy xirurg bo'laman deganlari predoperatsiyonini ko'rsatgan. Yana qo'l yuvadigan joy, ibidina baxilada turadi, ibidina nalay turadi. Ishida hozir qo'lingni yuvasan bo'ldi, qaytib yuqoriga chiqasan. Shu ish aytganmiz biza.
girganmiz. Bu biza uchun u katta narsa edi u. Bu yerga girish, qo'lni yuvib, yana qayta chiqish. U yuqorida qarab turadi. Keyingi bosqichda bizlari endi u ko'p bosqichdan iborat, u savol javoblar, nelar, baholar qaralishi, nelar, u keyingi bosqichdan operatsiyaning ichida girib qarab turganmiz. Xirurglar edi. Banda turgan jo'ralov unga qarab operatsiyaga girdi, qarab turibdi. Bu biza uchun bir katta ne edi u. Shuning bosqichlardan o'tganmiz. Keyin assistent bo'lish institutda ovoza bo'ladi dedi. Palankiz operatsiyaga qatnashib assistent bo'libdi. U bilan o'tirganda u bilan gaplashish o'zi bir faxr bo'lib. Endi shu bosqichlardan o'tganmizdan bu bola operatsiyaga girdi. Biz kvant действительно kvantturmiz. Ham men o'zimizning bizning kafedraning talaba, misol talaba ilmli bo'lsa, izlanuvchan bo'lsa, akir operatsiyaga ko'rsat, operatsiyaga yordamchi xirurg bo'laman deb yetishaman desa. Keyin shuning lekin biz ilmlanisini tanlaymizdan. Keyin молодец. U zo'r. Keyin dars boshlanib, netib savol javob boshlasak, yana shu talaba, yana shu ahvolda ilm yo'q. Keyin ilm berisha baribir biza talabimiz bu, o'zimiz talabimiz orqali keyin domla netayin ruxsat bering, yordam kerak ekan ustozimiz operatsiyadan dedi. Yaxshi, qaysi operatsiya? Shuning shu operatsiyani kim usulida qiladi? Bilimman. Yaxshi, shu azonnida joylashgan, nichik kontaminlanishi nichik, nelari nichik, bola bilmaydi-da. Men bilaman dedi, operatsiyani qilib dedi dash. Tars qiladi-da. Keyin aytdim, yaxshi dedim, borib keldi. Kelgandan keyin savol javob yana qildim. Yordam bersa berib kelaversin, talaba o'rgansin, intilib turibdi, hatto bilim bo'lmagani bilan hatto ko'zini pishirsin, o'rgansin bu narsani. Keyin geldi, men aytdim, anatomiyani o'qidingmi? Ertangisi kuni endi shu kasalni ko'rding, men savollar berdim, o'qidingmi? Yo'q, o'qimadim dedi. Nechun o'qimaysan? Ustozim meni dedi, o'qimak kerakmidi deb aytdi dedi. Buni dedi, yo'l-yo'lakay praktikada o'zingga amal netib olaverasan dedi. Sen ustozing kim? Shu. Sen ustozingni dedim ki. Sen dedim, bu tibbiyot o'yinchiq emasdan Boburjon. Nounidir qilish mumkin. Boshqa sohalari o'yin qismdan tibbiyot qilmasinlardan o'yin. Shuni bize tibbiyot jarrohlaridan bo'lami, umuman doktorlardan shuni so'rab qoldik. Bo'ladigan shagirdi обязательно nazariyadan uni savol javob qilib bormasa, shimpanzeni o'rgatayotganini bo'lib qoladi-da. Shimpanziga ish qilasan deb tarbiyalaganning bo'lib qoladi. Bizga uning nelar kerakmidi? Bizga kattaroq ertangi kashfiyotlar haqida, ertangi yangi texnologiyalar haqida o'ylashimiz kerak. Bular munchakki bo'lsa, bu vajaga erishib bo'lmaydi. Qayta nega ketadi? Jarliga ketadi-da. To'g'ri. Shu maqsadimiz shu el yurtda bir yaxshi kadrlar yetishtirishimiz kerak. Har kim o'zining sohasi bo'yicha. To'g'ri. Misol siz o'zingiz sohangiz bo'yicha aytib turibsiz, bir yuraking qap qiradi-da, как shuning yurtda kerakli nelar yetishib chiqsa-da. Bizlar ham shuning o'ylaymizdan, nechali ilmli bolalar, bizdan da ko'ra ilmli bolalar yetishib chiqsa, shunchali xalq uchun xizmat etsalar, misol vijdonan xizmat etsalar, yangi usullar kelib chiqadi. Xo'p, keyingi savolim sun'iy intellekt haqida. Biz bilamiz, sun'iy intellekt siz bergan ma'lumotlar olib, katta miqdorda diagnozlar qo'yib, balkim barib oxirgi qarorni inson qilishi kerak, qo'yishi kerak, masalan, tashxisni deylik. Lekin sizningcha bu tempinda, sun'iy intellekt ketishini tempinda nechali u ishni olib qo'yishi mumkin yoki nechali foyda berishi mumkin? Nima degan fikrdasiz? Lekin buni rad etib bo'lmaydi lekin. Yo'q. Tibbiyot sohasini ham girib keladi sun'iy intellekt, Boburjon. Bize o'zimiz hali даже shu ustunda g'oya surib turibmizdan. Misoli непосредственно davolash sistemaga ta'sir etnega, davolashda o'zi ishtirok etmasana, u orqali diagnoz qo'yish va doktorni diagnozini tasdiqlash yoki doktorni
nelarni yengillatish maqsadida qaysidir nelar tahlillari qilish mumkin. Keyin doktor uchun yengillik, ariyani davolash texnikasi, davolash taktikasi to'g'ri ketadi. O'zimiz ham shu ustida ishlab turibmiz, o'ylab turibmiz. Hech qachon sun'iy intellekt tibbiyotda ayniqsa qaysidir mutaxassisning ishini olib qo'ymaydi. Baribir inson omili qaysi yerindadir kerak. Yuz, his tuyg'u, tushunish, amalga oshirish. Ayni bu jarrohlar ishini ayniqsa yo'qa chiqarib bilmaydi. Bizda hozirda shunday ne bor, yana robot kirib kelayotir, yo robotda qilinib turibdi hozir operatsiyalar. Da Vinci'da. Robot degani bu qo'l o'zi avtonommi yo bu yerdan boshqarilib turibdimi? Bundan boshqariladi. Da Vinci degan apparat bor, 4 avlod. Bu oxirgi avlodi shunday programmalashtirilgan 3D variantda ishlaniladi. Misoli, hozir bizlar operatsiya stolimiz shu yerda bo'lsa, даже bu monitori, ya'ni apparati boshqaruvchisini bu yerda yanında qo'yamiz arada. Yoki xolasa jarroh o'zini ofisida qo'yishi mumkindan, ofisda o'tirib jarrohlik apparati boshqa edi, ofisi boshqa edi bajarishi mumkin. Lekin shu yerindan baribir unga yanında sestra turadi, nelarni o'zgartirib, avatib, boshqarib. Apparata nelar qo'yilgan, ortiqcha qon tomiri kesmaydi, ortiqcha nerv kesmaydi. Qaysidir anatomik nuqtai nazardan bilmay kesajak bo'lsam, apparat ishlamaydi. Dingildab turaveradi. Inson uchun mumkin bo'lgan xatolar atmidonat bu sun'iy intellektdan ujumunda integratsiyalashtirilgan. Anatomiyaga kiritilgan, shu kasali MRT qilingan, uning qon tomirlari uje apparat ichida bor, apparat esa programmalashtirildi, shu kasalda ayni bir operatsiyani bajarishi. Bu yerdagi tomirlaridan kelib chiqqan holatida u ortiqcha nelari deydistirmaydi-da. Tushundingizmi? Ortiqcha organlari deydistirmaydi. Bu qana shu a'zoni shu yerini qilisha mo'ljallab ishlaydi. Bu aqlli texnologiya. Endi hozir diagnostikada shu dimet ishga tushsa, to'liq dimetga men o'zimcha bir ikki g'oyalar bor bog'lashi, sun'iy intellekti. Misoli, anamneza alindi, tekshiruvlardan o'tirildi, hamma majlislarda o'tirildi. Ras doktor diagnoz ham qo'yib turibdi. O'zicha nelar, anamnez hamma o'zidan kelib chiqqan holatda. Buni endi sun'iy intellekt bilan bog'lash kerakki, to'g'rimi? Unchalik foiz to'g'ri shu diagnoz. Balkim boshqa nelar bordir, uni ham ko'rib chiqishi, taklif etsin. Misoli, analiz qiladi, u taklif qiladi. Misoli, u narsani ham o'ylab turibmiz. Men o'ylab turibman, yana doktorlar ishini yengillatish uchun, misoli, yozib o'tirib makni yo'qotish. Misoli, kim suhbat etib turibmiz, gapimiz ibida diktafon qo'yaylik, sun'iy intellektni qo'yib beraylik, u yozib borsin razgovorni. Yana kasal gaplab turibdi, doktor gaplab turibdi. Bu tarix bo'lib ham qoladi. Misol uchun, hozir kameralar qo'yilib turibdi, ya'ni urushib ketish, aldi bu ovozi shakllanib yozib olib turibdi. Ayni moment o'zida, shu vaqt o'zida listam tushib turibdi. Doktor vaqti ekonom bo'ldi. Biza hozir men aytishnik bo'lganman-ku. Biza majlislar Zoomda o'tiramiz, shunda sun'iy intellekt nalari, note takerlar qo'shib qo'yamiz 2-3 dona. Har kim o'zinikini qo'shib qo'yadi. Gaplashilgan gapi u qayd qiladidan oxirinda nima beradi? Xulosa summary beradi. Shu narsalar gaplashildi deydi. Siz uchun aytadi hamma narsa. Shu narsani men o'ylab turibman dimetda. Bu doktor ishini yengillatadi-da bu. Uje protokol tayyor. Bir o'qib chiqadi vrach, qaysidir ошибкасы bo'lsa to'g'rilab beradi, keyin nega o'tib ketadi. Даже diagnostikada maqsad etib beradi-da u. Balkim siz bu savollar ham berishingiz kerak edi degan joy ham beradi. Tushundingizmi? Yoddan chiqqanjak bo'lsa, shu vajlaringizni so'ramay qoldingiz kasaldan deydi. Sun'iy intellektdan netib qo'ysak. Ma'qul. Misoli, bu ham vaqt tejidi, ham
doktor biladiki, u nablюдениеda natijada yaxshi gaplashishi kerak. Yaxshi. Yomon doktor bo'lgan taqdirida yaxshi gaplashishi kerak. Kasal ham biladiki, u ham nablюдениеda ochiq bo'lishi kerak, to'g'ri gaplashishi kerak. Yana hozir ham misol uchun kameraga yetib turibdi, o'zimizni iloji boricha yaxshiroq tutish harakat etamiz, suhbatimizni yaxshi olib borish harakat etamiz. Xuddi shunday bo'lib o'tadi deyman-dan, ichingda neda novlari bo'lsa, kasal aytadi. Hozir raqamlinaning bir muammosi xavfsizlikda, masalan, shaxslarning kasalliklari raqamlini chiqib ketmasligi kerak. Yaqinda bizda 15 million chiqib ketdi degan gaplar bo'ldi-ku, bilsangiz. Расшифровка deymizmi? Xavfsizlik o'ta yuqori bo'lishi kerak, menimcha, insonlarning kasalligini, tarixini. Buni endi biz programmist emasmiz yo nima emasmiz. Baribir, lekin bu insonni huquqini poymol qilishga kiradi, mumkin emas. Tem bo'li kasallik bilan bog'liq bo'lgan vaj bu o'ta kechirib bo'lmaydigan xato bo'ladi. Bizda o'zi shifokor siri degan narsa bo'ladi. Qaysidir kasali sirini kimgadir aytish mumkin emas-da. Etik, estetik jihatdan ham, deontologiya jihatdan ham umuman aytilmaydi. Bu agarda uning qilinsa, ertang bemor, misol invalidlar bor, nelar bor, u orqali ko'p xatoliklar kelib chiqadi. Shuning uchun o'ylaymizki, buni tashkillashtiruvchi tashkilotchilar baribir shu jihatlarni yaxshilab yurib chiqadilar. Endi sun'iy intellekt, men ham qiziqib ketdim-da, Boburjon, sun'iy intellektda. Ayniqsa siz bilan suhbatlardan keyin ko'p sun'iy intellekt haqida, bizlari ustozimiz Davronbek Yusufovich ham ko'p qiziqadilar bu narsaga, ko'p suhbatlashamiz buni sun'iy intellekt bilan. Sun'iy intellekt tibbiyotda ko'p jihatdan doktorlarga yengillik beradi. Ayni yozuv-chizuv ko'p biza sarflaydigan vaqtimiz yozuvlardan. Agarda shuni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilib bilsak, shuni ko'p avatib bilamiz. Yozuv-chizuvimiz kamayadi. Ko'p, misoli, gerekmaydigan ba'zi detallarga sun'iy intellekt qo'shish mumkin-dan. U bir ikki ishlarni qilib berishi mumkin. Analiz joyina kelgan vaqtida imminni shifokor narsaga kelganda, misoli, ayni davolash. Chunki sun'iy intellekt palpatsiya qilib bilmaydi, auskultatsiya qilib bilmaydi. Nima degan u gaplar? Palpatsiya degani qo'l bilan paypaslash. A'zolari, nelari, ko'rish. Eshitib ko'rish, keyin o'pkani yoki ichakki yoki ba'zi o'tkazishimiz kerak bo'lgan belgilar bor. Oyoq yoki qo'llarda yo yurishda yoki simptomlar deb aytamiz, ularni qilib bilmaydi. Shu narsalarni biza bilgan holatda yoki u suyuqligi, nelari ajralib turgan suyuqligi ko'pchiligini bilmaydi. Shu narsalarni biza ko'rib, netib tashxis qo'yamiz qo'yib. Keyin lecheniya belgilaymiz. Zafar aka, siz bilan gaplashaman desak gapimiz ko'p ekan. Xudo xolasa, balkim yana bir sonida o'tirib, keyingi mavzular ham gaplasharmiz. Hammangizga rahmat, ajratgan vaqtlaringiz uchun, tomosha qilganlaringiz uchun va sizga alohida rahmat. Siz ham katta rahmat Boburjon, taklif etganingiz uchun, shunday samimiy suhbat uchun, bu yoshlik ham eslatdingiz, rahmat. O'zi rejalarimiz, nelarimiz, endi hamma narsa tanqidiy ruhda bo'lib o'tdi. Endi bu chunki prezidentimiz o'zi hamisha aytadilar, hamma narsani tanqidiy baholanglar dedilar. Tanqidiy baholashga harakat etdik. Agarda kurman meditsinaga yon bosaversam ham to'g'ri kelmaydi. Lekin harakatdamiz. Xudo xolasa kadrlar bor, nelar bor. Bemalol ishonib, sog'ligingizni topshirsangiz bo'ladigan insonlar xudo xolasa yetishayotir. Safi kengayotir, safimiz kengayotir xudo xolasa. Nasib etsa, yana ham ko'rishamiz deb umid etaman. Yaxshi shunning katta davralarda. Rahmat taklif uchun. Xursandmiz. Siz ham rahmat, yana bir marta salomat bo'ling. Xayr. Xayr.